Salom bolakaylar. Bugungi hikoyamiz tez yurar Gentra haqida. Mazza qilib tomosha qiling. Gentra rusumli avtomobil, mashinani chetga oling. Qo'lingdan kelsa ushlab ol. Birinchi, qora Gentra do'kon tarafga ketdi, uni ushlang. Men shoshyapman, menga tegma. Qo'lga tushdim-ku. Ha uka, qayerga shosyapsiz? Buncha tez yurib bo'lmaydi-ku axir shaharda. Boshqa qoidani buzmasligingiz uchun sizni o'z muddatga hibsga olamiz. Odamlar, ko'chada tez yurmang, yo'qsa mening holimga tushasiz. Xo'sh bolalar, video sizga yoqdimi? Yoqqan bo'lsa like bosing va obuna bo'ling. Siz uchun hikoyalarimiz juda ham ko'p.